Ma 100 koy sizga berdim. Inşallah. Ay biz bizning saqolligimiz uchun. Aqto'dagi do'konlarlar bunday ekan 100 koyda pul taqib bo'lmayman men. Qanday taqsizlasam hozir deb qo'ray. Udul kelgan boshliq bizning do'konning yendigi do'konning boshliq. Ma filmda qat'iy jonliq yo'qmi? Nima ekansiz bu muzliq degan bu shu ichimlikni qaysi do'konga solsanglar, bir tanlab qolsanglar 50 koy, 3 xil tabiiy tang solsanglar 100 koydan pul beramiz. Men do'konning yerga chavshuvcha kiramiz. Hech qanday saqtlik yo'q. Ma do'konning hech qana. Voy, men ekan bu qizchaq. Mana sizni beshingizni tashib borsam bo'ladi. Taşıp bakayım ha. Ben doğuyan cüzdüm de durasam. Eğer müşteriniz çıkmasa sizge 100 koy mukafat verme. Musul da alsanız 5 yanınızdan. Muzluk marketke kogo çiğden mango kas olsa. Tamam yok mu? Babu. Mama. Ma ber. Ma psala. Üçünüz bakın. Ma işke. Bir psala ki. Ma 3. Mana. Ma psala. Ma 3. Ben stosuz atıyoruz bak. Bu ezdirmez tutuyorum bak. Biz şirkette pıtlarım geldik. Ma 100 koy sizge berdim. İnşallah. Ay biz bizning saqolligimiz uchun. Hem tushundingizmi? Mush shu ne muzliq marketdagi bizning ichimlikimiz saqolligimiz uchun 100 koy pul berdik. Sizden beşerdim ma Microsoft çıktı ama muzluk marketke. Ha. Yüz koy kam mukafat. Şuna berdikmi? Verdik ha. Gibi tushundingizmi? Yana do'kon yana da aynıkimiz yana bu da bu yo'qolib qolib qolsa 100 koy pul olamiz. Elvan bayım. Deydi. Oldu adamlar qolsa mana hozir ma muzliq do'konning sağa o'rin bo'lib qolsa bizning Aqto'naya ma menfushavchi ana tam yemak ichma tamlar sari mushniki uduldiki Xursand Allovoz ekan. Yana ma Bingshoy muzxonniki mayaqil kasanlar bo'ldi. Mana mushu do'kondarlar mushni sasanglar men ma tug'unja ishkaylar yana Abdumajid Payev shaylar do'konlarga tuyuqsizlar kirmiz yo'qolib qolib qolsa 100 koy pul yo'q. 3 bo'lib qolib qolsa 100 koy. Agar ikkisi bo'lib qolib qolsa yoki bir bo'lib qolib qolsa 50 koy pulni joydan berib chiqamiz, jibir o'ynamaymiz. Unda go'njo qilinglar. Muzliq marketga ma 100%lik tushuntiringlar mana. 100%lik qo'g'insiya, 100%lik chilansiya, 100%lik mangosiya. Mana bu ishni tetbiq qilib bayroqlar. Agar mushni do'kon hasan bo'ldi desanglar, Abdumajid Alloh qilsin nomer deb beringlar. Meni aloqalash telefon nomerim 189 97 50 44 45. Bo'ldi. Unda bevosita Abdumajidlar yoki mamlakat aloqalaringiz bo'lardi.